Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, Lobar opa-singillarimiz. Bugun biz qon ko'paytiruvchi, gemoglobinni oshiruvchi mahsulotlar haqida gaplashamiz va biz boshladik. Bugun homiladorlik vaqtida ko'pchilik ayollarimizda qon kamayadi va gemoglobin tushadi. Shu sababli bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, holsizlik kabi o'zgarishlar paydo bo'ladi. Bularni maromida saqlashga, bolalarga ko'proq vitamin yetkazishga harakat qilamiz. Onalar bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar, quruq mevalar juda ham foydali. Sut mahsulotlari, go'sht mahsulotlari, shokolad, brokoli. Eng asosiysi esa lavlagi. Lavlagi juda ham foydali mahsulotlardan biri hisoblanadi. Uning salati va sharbatidan foydalanishimiz mumkin. Ko'pchilik buni yeyolmaymiz, yoqmaydi, ko'ngilni aynitadi deydigan onalar ham bor. Lekin uning sharbati va salatiga o'zingiz xohlagan, ta'bingizga keladigan narsalarni aralashtirib, mayonez qo'shgan holatda iste'mol qilsangiz, siz xohlagan ta'mni beradi degan umiddaman va qoningiz ko'payadi. Bu juda ham foydali. Men ham homilador vaqtim mana shu mahsulotlardan foydalanganman. Baribir tabiiy mahsulotga kelmaydi. Dorivor mahsulotlarga nisbatan tabiiy mahsulotga baribir yetmaydi. Onajonlarimiz juda ham kerakli mavzu. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Bundanda qiziq mavzularni yoritib berishga, sizlar bilan ulashishga harakat qilaman. Keyingi mavzularimizda qanday videolar joylashimni xohlaysiz? Istagan mavzungizda aytishingiz mumkin. Men sizlarga yoritib berishga harakat qilaman. Hamma mavzular oldimdan o'tgan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, Lobar opa-singillarimiz. Bugun biz qon ko'paytiruvchi, gemoglobinni oshiruvchi mahsulotlar